Eng yaqin oshnangiz bo'lishi zo'r, shu sizni podstava qilib berish yomonda. Yuring oshna bitta bratishga bor deydi. Shunday bir shapaloq urib kelaylik dedi. Siz mandayroqda turib turasiz, men o'zim hal qilaman, bitta o'zi kelay. Bo'pti deb o'tasiz. Bitta to'piy mahallaga kirasiz, taqdir taqozosi bilan haligi bratishga degan odamni qandash urug'i bilan bitta to'ydan chiqib kelayotgan bo'ladi. Hamma qandash urug'i bor, o'lgan opa-odasini portretini ham ko'tarish o'rgan, tushunyapsizlar? Oshna bular ko'pchilik ekan-ki, uzr so'rab keta oladigan ish qilgan bo'lsangiz uzr so'rab beraylik. Nima qiluvdingiz siz? Eng kattasini ko'ryapsanmi deydi. Ashida duxingizni berasiz. Chunki hali katta shunaqa katta odam tasavvur qilaydi. Shapalaga shunchalik otga chiqsa oyog'i yerga tegib oladigan odam. Asini ayasdan so'kavdim deydi. O jinni ayasdan so'kkan bo'lsa, nimaga biz bu mahallaga keldik? Rastepasiga qochib ketsak bo'lardi siz. Men erkakman, o'sni deydi. Dodir sen erkakliging nimaga ayasdan so'kayotganda esingga tushmadi? Sen birinchi qanaqa dinozavrman deb o'ylayapsan? Shansimiz bordir o'shna. To'g'ri shansim, shashka o'ynasang shansing bo'ladi. O'zbekistonda sen Banisaga borsang dokument qilishing shart emas. Yo bo'lmasa o'lib ketsang go'rkovda o'zing istamaysan. Shu sening shansing. Nima uzoqqa tupirish o'ynaysanmi hozir deyman.